Ormanlıqdaki sirliq sovg'at. Rivoyatlarda aytilishicha, yenimizdagi o'rmonliqda bir to'p muakkallar yashagan ekan. Ular gulgiyah bilan kun nuridan oziq elib, kishilarning qalbidan energiya to'liqlaydi ekan. Shu sababdan kuchli iqtidorga ega bo'ladi ekan. Ammo u muakkallar bak kapsiz ekan. Ularni cho'nglar ko'ranmaydi ekan. Faqat bolalar ular bilan do'st bo'la oladi ekan. Necha ming yillardan beri ularning hikoyasiga hech kim ishonmagachga u muakkallar uyquga ketibdi. Ularni faqat tabiatni qizg'in suydigan bolalar uyg'ota oladi ekan. Ham ular bilan do'st bo'lib xushal-xo'ram o'ynay oladi ekan. Bo'ldi, Shavtozi, bugun mushunchalik so'zlay. Yo'q, men yana anglayman, yana so'zlab bera. Kech bo'lib ketdi, endi uxlag'in. Men u muaykallarni ko'ra olamanmi? Mundaq qilayli. Ati dadang uchimiz o'sha o'rmonliqqa berib, dala tamg'a yeb kelayli. Ajab yaxshi. Bugun havo nimdigan yaxshi-ya? Shundoq. Dala tamig'i yigidakli kunkan. Shaharga yaqin o'rmondan mushuli qoldi. Ilgari bak cho'ng edi. Hozir bag'an seri kichiklayotdi. Appa, o'rmonliq yo'qolib ketsa muaykallar nerda turar? Balığı yana taypinamning vaqtidagi cho'chaklarni so'zlab beribsiz-da. Men bu kichigimda mush cho'chaklarni anglab cho'ng bo'lgan. Biroq hozirgi bolalar buningga ishonamdi. Men ishonaman. Men muaykallarning borligiga ishonaman. Men ishonaman. Muaykallarning borligiga ishonaman. Muaykalni chaqirgan kimdi? Tegimi tushib ketdi. Ber baqaychi. Ko'zingdan beri endi qachon muaykalni chaqirishi? Rangdar qush, meni uyqudan uyg'otgan kim o? 5 yoshli bir qiz. Rasma? U sening baliqqa ishini ekan. Uzundan beri do'stim yo'qdi. Qalb muakili. Seningcha o'yinchiq o'ynab, tez tomoq yeb cho'ng bo'lgan bolalar cho'chaklarga gaplak ishinami? Pek zerikib ketdim. Rangdar qush, berib qarab boqaylik. Hey, seni qo'rib yevatmisin yana, ha? Appa, izlab boqay, qalb muakili bilan uchrashib qolamdim texi. Shavtozi, yiroqqa ketma. Bexatarlikka diqqat qil. O degan cho'chak ishinib ketma. Muaykallar bilan rasman uchrashib qolamdim texi. Kichikli bir qiz ekan. Uning bilan rostla do'st bo'la olamsan? Uni yoqtirib qoldim. Esonda bo'lsin. Hozirgi bolalar bag'on siri aqlli bo'lib ketdi. Rangdar qush, nimada bo'g'aylarda gap qilsan? Men demisimi 500 yoshga kirdi. Ish qilib men taqdirga ishonaman. Ish qilib men bolalarga ishonmayman. Bo'pti, anisi sinab boqaylik. Qandoq sinaymiz? O ah ko'ngilmi, hayvonlarga kuyinamdi. Bilib boqaylik, seni avar qilib bo'ldim. Meni nima ish qilmoqchisan?
Hazırla bilip kalsan. Kuş. Korkma, sana ziyan yetkizmeymen. Nim diyeceğim bicara. Dadan apan kini. Uvangdan düşüp gidip sen de. Ensirme, seni uvangda ip çıkıp koyay. Nimançı igizlere bu. Kandak mı çıkamaz? Yıkılıp düşüp bu bulduk kımedi. Endi ihtiyat kıl ha? Bunda kıman gıdıkım kep gitti. Obdan aramal, men kettim. Allah, çatak boldu. Endi kandak kılanım. Acep korktum. Kandak hiç bu, içtim bombadım bu. Onun bilen dost boldu ben. Rastla dost bolam sen? Köpüm tek tügmedi. İlan Allah özge. Bu hatırını kim taşlayıp etkendi o? Kimnin o? Şaltazı, öyle gittimiz. Şaltazı, boldu yenip gel. Appa, mana hazırlı barım ben. Şaltazı. Ay mana. Asta. Nimandaq kepsiz balı bolğan sen? Ha? Kız balımı dərəqə çıxamdı. Qarığına əptinge. Kiyimlərini yırtılıb ketibdi. Elimi yaxşı yallanmapsan. Yana kepsizlik qısan, seni hergiz oynıqlı ep çıkmayman. Kozam, bir yerin ağrıtamdı. Appa, ben bu kuşuna ovusuğu sep koydum. O kuş emdi attanısının peşinde turalaydıgan boldu. Hey, ormanlıqdaki kuşlarning hammasiga ko'ngil bo'lib bo'lalamsan. Daraxtga chiqish xatarlik tursa, sen moyinmi, qushmi? Hammamiz muhim. Şaltazı, hayvanlarga yordam qilganing to'g'ri. Biroq endi xatarlik ishga yo'liqsang, dadang ikkimizni yordamga chaqir. Anladingmi? O'zingni qo'g'dashni o'rganib ol. Ma'qul. Sen rostla o kız bilen ketemsen? Ha. Emse köprek ihtiyat kıl. Şehirde gül giyahla az, hava mı sap emes. Balalar karametini bilse, nurgun avarcılıkı yoluqışı mümkün. Rangdar kuş, ben kot gelsen, ben bile barem oldu. Tova, o neydi o? Bu eli kuşunu tutuverdi. Dada kuşunu kutkuverdi. Kuşunu koyuver. Miau.